Qayerga kirib kelyapsan? Mashinani qo'ygani? O'tga mumkin emas, davay haydab qo'ylan. Aka, chiroyliroq muomala qiling. Yana qanaqa muomala qilish kerak? Ko'rga hassa qilib yozib qo'yibman men betga. Faqat xodimlar uchun deb. So'r davay. 10 minutda chiqib ketsam bo'ladimi? 10 sekunddan mumkin emas. Sur davomma senga, tushunyapsanmi? Iltimos aka, aptekaga kirib chiqaman shunda. Aptekaga? Ha. Aldamayapsanmi? Xudo saqlasin aka. Onamga har doim shu yerdan dori olaman. Bo'pti, chetroq olganda tez kirib chiq. Aha. Tushundingmi, davay. Qayerga qo'yapsan mashinani? Ha, doringni oldingmi? Ha, rahmat aka. Ha, bo'pti, tezroq chiqib ket. Aka, sizga bitta omonatim bor edi. Shuni berib qo'ysam bo'ladimi? Qanaqa omonat? Men har hafta xuddi shu vaqtga kelaman-da, betga. Ungacha shu kitob sizda turib tursa. Biroq chiqing bekorchilikda. Umrimda kitob o'qimaganman-ku. Boshidan 5-10 bet o'qing. U yog'ini o'zingiz bilasiz. Ha, bo'pti, berchi. Assalomu alaykum aka. Keling. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Xolam yaxshi bo'lib qoldilarmi? Kitob o'qib ko'rdingizmi? Ha, kitobni o'qib chiqdim. Qalay ekan? Zo'r kitob ekan. To'g'risini aytsam, ko'zim ochildi. Uzr, o'sha kuni sal qo'pol gapirib qo'yibman. Baraka toping. Mana bu boshqa gap. Kitob uchun yana bir marta katta rahmat aka. Zo'r kitob ekan. Mana kitobingiz. Sizda qolursin. Yana biror tanishingizga berarsiz. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Baraka toping, rahmat.